Favqulodda vaziyatlar sohasining kadrlar tayyorlash tizimida muhim islohotlar davri boshlandi. Muhtaram Prezidentimizning 2026-yil 3-apreldagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezidentimizning 123-sonli qarori ushbu sohani kompleks rivojlantirish, ayniqsa ushbu yo'nalishda zamonaviy fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yangilashga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi. Ushbu qarorning ilovalarida belgilangan chora-tadbirlar asosida ta'lim jarayoni mutlaqo yangi tizim asosida yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha o'qish istagini bildirgan yoshlar uchun qarorning tegishli bandiga muvofiq qabul qilinadi. Magistratura dasturining har bir mutaxassisligi bo'yicha o'qish muddati 1 yilni, ekologiya, kimyoviy texnologiya, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi mutaxassisliklari bo'yicha 2 yilni tashkil etadi. 2026-2027 o'quv yildan boshlab tajriba sinov tariqasida akademiyada kasbiy va bakalavriat ta'lim yo'nalishlaridagi mutaxassislik fanlaridan kelib chiqib dual ta'lim shaklida ushbu qarorning tegishli bandiga muvofiq biriktirilgan sanoat, energetika va ishlab chiqarish korxonalari bilan birgalikda professional va malakali kadrlarni tayyorlash tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda ta'lim yo'nalishi xususiyatdan kelib chiqib, kursant va talabalarni dual ta'lim asosida o'qitish, bir haftada kamida 2 kun ta'lim dasturining nazariy qismi, akademiyada qolgan kunlari ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qismlar sanoat, energetika va ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazish orqali yoki amaliyot shaklida tashkil etiladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi sanoat hamkorlari bilan birgalikda 2026-yil 1-avgustga qadar akademiyada tajriba sinov va o'quv inshootlari sifatida qarorning tegishli bandiga muvofiq korxonalar, obyektlarning maketlari, imitatsiya, simulyatsiya modellari, virtual poligon, texnologik qurilmalar va laboratoriyalardan iborat innovatsion dual ta'lim markazi tashkil etiladi.